yana qaytarib aytaman. Vodiy voha rangarang. Bir-biridan kam demang. Jannatdamiz, g'am yemang. Jannatda vohaliklar. Alloh ofarin. Biz kunimizda vatanda obodligi, taraqqiy etishligi juda rivojlanyapti. Mana hozir agar mana YouTube'larda, Facebook'larda ko'rsalaring, bir Anvar Ikrom degan yigit Namangonda Axsikent degan bir joyda nima qilyapti. Ko'rsa, bilyapti, tarixiy 3000 yillik tarixga ega bo'lib, bu yerda o'z zamonasida juda zo'r ishlar bo'lgan ekan, bilmas ekanmiz, bildirib qo'yapti. O'sha Namangon hokimiyati, bunga mas'ul bo'lgan kishilar, rahmat. 8 million odam keldi bu yil nimaga? Gul bayramiga, Namangonga ya. Voy, yer yuzi bilan hamma yo'q gulu, Namangonning guli bo'lakcha ekanda. Shuning uchun demoqchiman, mana bu yerda Namangonda u taraqqiyot, Toshkentda u taraqqiyot, bu Sangarda, Surxondaryoda bu taraqqiyot. Bu hammasi nimadan? Hammasi Allohga shukr qilganligimizdan, yashab turgan zamonamizdan minnatdor bo'layotganligimizdan. Shuning uchun aytadiki, shukronai ne'mat ziyodai davlat deydi. Yashanglar, Xudoyo xudovonda ziyodai davlat bo'laveraylik. Mana shunday yuksak, mana otaxon bir duo qiling hazrat siz. Ya duo qiling siz. O'zlari duo qilsin. Xo'p, Xudoy taolo bu duo eng ulug' ibodat. Mana ulug'larimiz menga buyurdi, men duo qilay. Bular amin deb turadi. Bular dil-dilidan o'tayotgan mana shularni ko'rgan zahmatini boshqasini ko'rib boshqa qiyamiz. Xudoyo mana shu otalarimizni duosi bilan kamol topaylik. Yashnagay obod diyor, dillarda yo'q zarra g'ubor. Zamonamiz nurxonadir. Siz otaxonlar bor uchun, sizlar bor uchun bizlar gaddi yuribmiz. Ha vodiyda bo'lsin, ha vohada bo'lsin. Shundilaringa doim boshimizda duogo'y bo'lib borasizlar.